aniq bilaman. Bundan kichik yo'l va balandligi eng kichkina bo'lgan yerni görmeysiz. Qaranglar. Ana. Ban tarafdan, o'ylik tarafdan, endi bu yon taraf ham o'ylik, lekin devorda o'tib ketgan. Bu yana üzerimiz dilda aytadigan bo'lsak, chervoq ini. Devorni shu o'yini chervog'i, uglovoy, ban taraf ham, xullas 3 mush joyda uglovoy joy. Ban taraf öydən shundayin gazni asosiy katta turbasiga yandan shundayin doğru devordan döşüp ötüp ketgan yana. Endi öydən nechik aylanib ötüp ketgan bilmadim, lekin bu yerda yana kraynik bilan yana dabavka ulangani bor. Bu yerdan gelip yerdan ketgan, yerdan aryandan chiqib, qolgan o'ng'a chapa doğruga xullas ko'cha kichkina, yana ko'rib turganingizdek kichkina turbalar bilan ketgan. Asosiy liniyasi bu yerda ekan, lekin buni balandligini qaranglar. Bundan katta mashina o'tib bilmaydi bu yerdan. Nishat aylanib ketadi bilmayman, lekin qarang. Yine hozir o'tib turgani elim taxminan 25-26 santimetr chiqadi. Shunda ben ham yine 2 barmoq olsa bir 30 santimetr chiqmaydi, lekin o'rtalari to'shni 26-27 santimetr chiqadi. Qiziq. Bundan bundan kichkina joy, kichkina ko'cha bo'lmasa kerak, lekin bu bundan qarasa ya kelte köçe emas, topik emas, uzun köçe. Kamaz ham turibdi navida. Xullas hatchback mashinalar o'tib bilmaydi. Ya'ni shu kichkina sedandan boshqa mashina o'tib bilmaydi bu yerda. Matiz, Gentra, shu Cobalt. Bo'ldi. Kattaroq gabariti, kattaroq mashina o'tib bilmaydi ekan bu yerda. Qiziq.